Jugulianning o'lib ketishdan burunqi eng oxirgi orzusi nima? Qissa haqida bayon. Bu qissada qarasak, Jugulian umrining oxirida Vey bilan to'xtamay jang qilish jarayonida o'zining yana bir haqiqiy sirdishi ham eng kuchli raqibi kimni bayqadi? Simayini bayqadi. Bu vaqtga amaliy sharoit qarasak, Vey nayt kuchli, shu ojiz. Hem en mühimi bularning qo'lida jingjo yo'q. Ular bu yerda Jugulian necha qitimliq jang qilish jarayonida shuning hozirgi amaliy kuchidan Veyni yo'qotolmaydiganligini to'liq his qildi. Lekin umrining oxirida Veyni yo'qotmasmi, Simayini qat'iy yo'qotmas bo'lmaydiganligini qattiq tunib yetdi. Biroq oxirgi kelgan Simayi hadsil jang qilmay toshbaqidek tugilib olib mudofaa altida turib oldi. Şunun bilan bu yerda Kunming uyan o'ylab oxir bir amalni topdi-ku. Eliqi yordamchisidan Simayga bir xat berdi. Hurmatlik Sima Tutuqbegi, men har ikkimizni mard azmatlar, boturlar deb o'ylaydim. Biroq sening qilgan bu qilg'in mazlum kishining qilg'iga o'xshab qoldi. Bunda qilil versang, xotin kishida qilib qilsam, buningki men seni Simaji deb chaqiray. Şunun için sana nait maskıdığan bir soğat evettim. Ya ki çıkıp men bilen mert oğlanға okşaş, batırlıkla bir uruşup bak. Ya ki uruşmayma, korkunu desem, men evetken bir soğatni kubul kırında. Geçip qarsa, Kunming bunun bir etles köynek evetken. Şunlar bu Simayı turup, oylaydı başta açık gelgen bilen. Kunming bulanmayı qepsen dersin. Bulanmağaşqa, muşu yerini oylap tutsa. Dep oylab şartlı kiydi atlas. Tas qaldı nazır ko'm qo'yinib qildi. Biroq bu yerda buning atrofiga kelib sonqullar ko'rib, qattiq ochiq kelib tillab o'ngun deb chiqdi. Biroq Simaychi o'zini tutib olib, tamkinlik bilan eliq elchidan so'raydi. "Ay, bu Kunminglar jo'ab ketibdi. Bu kimni men pek yoqtirdim." Berib, Kunmingga mendan salom aytdim. Bundan men so'rab baqsam, Kunmingning hozirgi ahvoli qanday? Uşi, tamığı, salametlik qandaq deb sorsa, bu yerda kalva elchi müşavir Kunmingning ahvolini deb qo'ydi. Vay, onu bildimisizlar, bizning Kunming taqsir butkul 200 ming kishilik qo'shinning hamma ishlarini o'zi bir qo'lda o'rinlashtirdi, bir-birlab qildi. Kesh vaqti kesh yetib, ertigin sahar turdi, uyqusini az, tamığı mazlab ketdi bu degandan keyin Simay turibdi, ömrü az qolibdi-da buni. Berib Kunmingga deb qo'ysa, odam degan oldi bilan qo'saqni dung to'yg'izib, baland uxlab, yaxshi aram olish kerak. Yaxshi aram olganda ishnimi yaxshi qildi. Bu jon o'zimizni o ishlab berganga bu yerda xo demaydi, o'zini asirsin deb qo'ydi. Bu yerda diqqat qilsanglar, nayt muhim bir davli chiqdi. Birinchi qo'l rahbarning, birinchi qo'l boshliqning shaxsiy ahvolining hammasi qattiq maxfiy saqlanish kerak. Cüye deyişi bo'lmaydi. Buni bu kalva elchidek düşmanga emas, hatta o'zimizning lashkarlardanmi, o'zimizning odamlardan maxfiy tutishimiz kerak. Qat'iy oshkorlanmasligi kerak. Bu kalva elchi Jugulianning bu maxfiyatliklarini oshkorlab qo'yganligi uchun Simayı Jugulianning quyrug'idan tutib oldi. Shunda bu yerda o'yladi Simayı nima dedi? Jugulian bilan jang qilmaylik bu. Yeni azraq tutturlik qiyatib o'ltirmatli bugun nimish qilamiz urushib deb, oxiri uzoq o'tmay Jugulian 54 yoshida olamdan o'tdi. Simayı jang qilmaylar g'alaba qildi. Endi bu yer Jugulian nima sababdan o'lib ketdi? Jugulian haqiqatan charchab o'lib ketdi. Bu yerda qarasak, Jugulian nayt inchga, nayt astoydil Eliq Çampo'cun ve hemmişini yüzü qilmisi bo'lmaydi. 200 ming kishi qo'shinning har bir kishini yüz bir qo'lliq urulaştırdı, bir qo'lliq bir-birlab tekshirib o'tkazib oldi. Hatta bularning nechtal naysi, nechtal o'qiyasi, nechqalti ochliq qoldi, mushlarni yüz bir-birlab sanab keldi deydi. Har qanday bir odam ish urulaştırsa, qayta tapilab, qayta urulaştırib, nayt inchga o'tkazib oldi. Tas qoldi bilib bag'li hatta. Nayt keşyatdı, intay sahar turdi. Tamı az, uykusu onundan az, şunun ahırda bulanmay, charchab ölüp gidiyor. Bundaqda sizlar Jugulianning mushu ishlariga qanday qaraysizlar?